Xush kelibsiz akajon, yaxshi keldingizmi? Issiqqina osh tayyorlagandim. Nasibingiz ekan, oyijon. Rahmat. Akajon. Qani, oy. Qani, oling, osh bo'lsin. Olinglar. Ol bolam osh ye. Ishtaham yo'q ona. Sizlar ovqatlanib turinglar, hozir ozgina ishim bor. Hozir kiraman. Ona, qanaqa qilib buni ovqatini yeysizlar? Qanaqa qilib o'tirasizlar bo'lmang? Ko'nglim aynibdi. Jin unaqa nima? Aka. Ayolim dunyodagi eng go'zal ayol. O'zingiz kuyib ketmasdan oldin ham ko'rgansiz. Xudoyimdan bir sinov bo'ldi. Issiq suv to'kilib yuzi kuydi. Bir gap aytaymi? Ayolim hozir ham dunyodagi eng go'zal ayol.